Oldi ko'rinishdan ko'rib turibsiz. Buni ko'p obzorlarni ko'rgansiz. Mashina hozir ko'rib turibsiz. Izotermiz, ya'ni priyom tovarni qilingan o'rtoqlar. Akaxonlarimiz yuk o'zlarini tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha qanaqa yuk, masalan, mana shu endilikda bo'ladimi yoki kattalikda bo'ladimi, o'shani o'lchamlarini olib olishlari mumkin. Tablolar elektronik hisoblanadi. Bartoy holati bor. Bartoy holati esa 248 million 640 ming so'mni tashkil qiladi. Bugun sizlar bilan ko'pchilik yurtdoshlarimizning dilida o'z o'rniga ega bo'lgan Jack X200 yuk mashinalari haqida gaplashamiz. Hozir qarshingizda Jack X200 priyom tovarning holatida. Jack X200 imiz o'rtoqlar, oldi ko'rinishdan ko'rib turibsiz. Buni ko'p obzorlarni ko'rgansiz. Mayda-chuyda qilib obzor qilib o'tirishga sizni vaqtingizni olmagan holda katta-katta aytib o'tib ketaman o'rtoqlar. Xo'p, mashinamizni oldi tarafidan kelamiz albatta. Xo'p, balonlar 15 talik diska bilan jihozlangan. Hamda orqa tarafimizda esa 13 talik qo'sh balon bilan jihozlangan. Mashina hozir ko'rib turibsiz, izotermiz, ya'ni priyom tovarni qilingan o'rtoqlar. Bu kubaga hisoblaydigan bo'lsak 9, 7, 10 kubalar atrofida yukka mo'ljallangan. Mashinaning razmeri 3.11 ga 1.80 hisoblanadi. Tepasi ham xuddi shunday. Yuk ko'tarishi hujjati bo'yicha mashinaning yuk ko'tarishi 1 tonna 720 kilo qilib belgilangan. O'zbekchilikda hozir ko'pchilik mijozlarimiz olgan. Bunda 3 tonnagacha yuk bosib yurishdi. Orqa tarafdan ko'rinishini ko'rib turibsiz. Faralar, zadniy feral faralar, ya'ni bu hozir ichki tarafini ko'rsataman. Mana bunday holatda ochiladi. Ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, mana. Hop, orqa tarafdan eshigi hamda yon tarafdan ham eshigi bor. Yon tarafini ochib ko'rsataman. Orqa tarafda orqa, ya'ni furgon ichkari chiroqlari bilan o'rnatilgan. Ularni ko'rib turibsiz. Ajoyib temirdan ishlangan. Bu tunuka emas, ustiga hech narsa qo'yish shart emas. Bu o'rtoqlar izotermiz. Bunga reflektor qo'yilmagan. Istagingizga qarab qo'yib olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, yana shu orqa tarafda o'zidan ko'rsatib o'tamiz. 15 talik hamda 13 talik zapaskamiz ikkita o'rnatilgan. Mashinani ana endi yon tarafidagi eshigini ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar, mana. Endi buni aynan nima uchun bunga to'xtaldim? Akaxonlarimiz yuk o'zlarini tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha qanaqa yuk, masalan, mana shu endilikda bo'ladimi yoki kattalikda bo'ladimi, o'shani o'lchamlarini olib olishlari mumkin. Buni ko'pchilik olganlar stilyash qilib, konditerskiy firmalar, ya'ni shirinlik, qandolat ishlab chiqaradiganlar ishlatishyapti, hamda ho'l meva uchun ham ajoyib ish beryapti mashina. Xo'p, mashinani tashqi ko'rinishini ko'rib o'tdik o'rtoqlar. Endi sekingina salon qismiga bitta nazar solamiz o'rtoqlar. Mashinamiz ichki tarafi ko'rib turibsiz, obshipkalar sifatli bo'lgan plastikdan ishlangan, qirilib qolmaydi, issiqda o'ynamaydi. Xo'p, bu yoqda ko'rishimiz mumkin kolonkalarimizni, sholkalarimizni hamda xronoviy eshik ochadiganlarimiz. Yana ham bitta narsa o'rtoqlar, bokovoy oynani ichkaridan to'g'rilashingiz ham mumkin. Hamda bunda abagrev bor, ya'ni bokovoyni isitish tizimi. Oynalar elektron ochib yopiladi. Xo'p, bismillah. Mashinamiz ichiga o'tiramiz. Bo'yim 1.83. Mana hozir shu holatida men uchun juda qulay bo'lib turibdi. Mana eshigini ham yopamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu agar mendan jussasi kichkinaroq bo'lsa, buni yanada yaqinlashtirish mumkin yoki uzoqlashtirib olish. Xo'p, rulimiz ham pastga tushadi, tepaga chiqadi. Juda zo'r ishlangan usulenniy rul hisoblanadi. Bu yerda tablolarimiz, tablolar elektronik hisoblanadi. Qancha xarajat qilyapsiz, yoqilg'ini, qancha necha tezlikda ketyapsiz, albatta bu sizlarga ma'lum narsa. Xo'p, oldi tarpetkalarimiz ham sifatli plastikdan ishlangan. Bu yoqda narsa qo'yish uchun joylar, xo'p, bu yoqda bor, keyin kattagina bardachok qismi. Bu hujjatlar albatta. Xo'p, mashinada konditsioner bor, ABS sistema bor, audio sistema bor, o'rtoqlar, ya'ni fleshga qo'yib qo'shiq eshitishingiz mumkin. 5 talik korobka qutisi, uzatmalar qutisidan iborat. Xo'p, bu yoqda ham nimadir qo'yish uchun joy qilgan перекрутlar bor. Даже mana bunaqa pepelnitsa deymizmi yoki nima maqsadda foydalanadi? Mana bunday stakanchiklar ham o'rnatib qo'yilgan. Roshnik hammaga ma'lum. Mashina haqida yana nima deyish mumkin? Mana bu yoqda chiroqlarimiz, salon chiroqlar hamda hattoki achka qo'yish uchun ham joy qilingan. Xo'p, mashinani ko'rib turibsizki, operatorimiz o'tirgan joy hamda men va o'rtada mana bunaqa joyi ham bor. Bunda buni yotqizib qo'yib,
uzoq yo'lda ketayotganda piknik qilib, ya'ni choy ichib ketishingiz, kofe ichib ketishingiz mumkin. Hamda endi bu salafon o'rtoqlar, virtual to'g'ri tushunasiz. Hop, buni ochgan holatida ichiga chamadon sifatida deymizmi, hujjatlarni saqlashingiz mumkin. Mashinaga qo'shib beriladigan, xo'p, bu yoqda damkarati hamda burchak znaklari, jiletlari mashinada mavjud o'rtoqlar. Mashinani endi eng qiziq joyiga keladigan bo'lsak, Jack X200 Premium tovarni mashinamizning narxi 275 million 520 ming so'm. Tentlik varianti esa variantimiz 255 million 360 ming so'm. Hech narsa qilinmagan, menga o'zim fukusimdek qilib olaman deganlar uchun bartoy holati bor. Bartoy holati esa 208 million 640 ming so'mni tashkil qiladi. Mashina xarid qilish usullari avtokredit, avtolizing, перечисление hamda naqd pulga xarid qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Mashinamiz ikkilik atmosferli motor hisoblanadi. 147 ta ot kuchi bor. Metan propan o'rtoqlar 100% tushadi, hech ikkilanmasdan demoqchiman. Yana sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Menejerlarimiz qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirishadi. Shartnoma olmoqchi bo'lganlar esa albatta bitta pasport evaziga shartnomani olib, o'sha pasport bilan bankdan avtokredit qilishlari ham mumkin. Boshlang'ich 30% ni to'lagan holda 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda. Qo'shimcha savollar uchun quyida aytib o'tdik telefon raqamlarini. Tashkent Motors bilan doimo birga qoling. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun podpisatsiya bo'lishni hamda like tugmachasini bosishni unutmanglar. Tashkent Motorsda yana shunday biz o'zimizning ish faoliyatimiz borki, ya'ni sizning mashinangiz uchun turli xil mashinalar, ya'ni Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan yoki GM mashinalarini, hamma mashinalar uchun avtoehtiyot qismlar bilan ham biz shug'ullanamiz. Albatta, buni batafsil bilish uchun telefon qilishingiz kerak. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling.